Assalomu alaykum hurmatli bizni obunachilar va bizni podpischilar. Ko'rib turishlaring mumkin. Har xil mavzu kanalida xudo xolasa mana har xil narsaga qo'l urgan holatda detski, manej, belinchak, beshik har xil turdagi narsalarni obzorini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Bu joyning manzilini so'raganlarga Namangan viloyat Mingbuloq Jamashov dehqon bozorining ichidan, mebel bozorning ichidan bo'ladi. Akamizning ishxonalaridan. Akamiz nomerini pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hop, bitta ob'yomni ko'rsatib qo'yay dedim. Beshik, manej, panej, hamma narsa bor xudo xolasa. Mana juda ham chiroyli bo'lgan manejlar, shkaflar, beshiklar. Ukamizdan beshikni mana tayyorlamoqdalar. Xohlasangiz pustoy qurug'ini olasiz, xohlasangiz har xil turidan bor mana, hammasidan. Ko'rib turgan mana bu xudo xolasa farzandli bo'lgandan keyin birinchi o'rinda kerak bo'ladigan, nabiralarga olinadigan beshiklar narxlari tayyorlari 500 ming so'mdan 650 ming so'mgacha ekan. Dastavkasi nasib kelishilgan holatda. Mana bunday, undan tashqari pustoy olamiz deganlarga necha pul edi beshikni pustoyi? Qurug'i 230 ming so'mdan boshlanar ekan, materialsiz. Mana belinchagimiz necha pul edi bu? Juda ham chiroyli bu. 470 ming so'm. Hop. Mana bemalol aloqaga chiqsalaring, Telegramdan rasmlarini, boshqalarini tashab berishaveradi. 800 mingga yangi chiqqanini berishibdi. Mana bu shkaflarimizga kelsak, razmeri 1.20 ga 2.10 bo'lgan laminat mahsulotida ishlatilgan ekan. Mana ko'rishlaring mumkin. Zamonlarigacha, tumbichkalarigacha bor ekan. Mana ichki qismlari. Bunisi ham ochilar ekan hattoki. Bunisi g'aladoni ham bor ekan mana bu yerda. Juda ham zo'r narsa ekan. Bolajonlar uchun detski bo'lib, bir detski ham emas, katta bo'lguncha ishlataveradi bemalol. Bunimizning narxi 900 mingmi? Agamiz sal hijolatbaz ekanlar, videoga tushgan. 900 ming so'mga vodiy bo'ylab emas, 30 kilometrgacha dastavkasi bor ekan. Undan tashqari menga sal ko'rkamroq, hashamdorroqlari kerak deganlarga manejlari MDF dan ishlanganlari bor ekan, juda ham chiroylilari. Manejga patsivit qilib olsangiz ham bo'lar ekan. Bularning narxi 1.300 ming so'mdan ekan. Bizga yordam bergani ozgina hijolat qilishdi, shunga ozgina narx-navosiga qiynalyapman, to'g'ri tushunasizlar. Mana bu yerda manejlarimiz esa biz davom etamiz. Mana bu manejimiz esa 1.500 ming so'm, 30 kilometrgacha dastavkasi bor. Undan tashqari mana bu yerdagilar esa 2 million so'mdan komplekt manejlar. Shunday. Mana bunday kerak bo'ladigan mahsulotlar ham bor ekan. Aloqaga chiqsalaring, ishlaringni tez va sifatli qilib nasib bo'lsa bitirib berishadi. Har xil mavzu kanalidan oldim deyish esdan chiqmasin. Bundan tashqari nasib bo'lsa hop. Mana bularni ham narxini bir qator yoritib qo'yamiz. Temirlar qancha edi mana ular? Temirlar 550 ming, 650 ming. Har xil ekan xullas. 450 ming so'mdan u yoq yuqoriga qarab ketaverar ekan. Shunday. Hop, hurmatli obunachilar, videolar manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa va xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.